tug'may qolgan ayol uchun eng birinchi tekshiruv usuli bu rentgen tekshiruvini o'tkazish kerak. Rentgen tekshiruv bachadon naylarida o'tkaziladi. Ikkita bachadon nayi bor ayol kishida. O'sha naylarda qaysi o'tkazuvchanlik bor? Bittasida bormi, ikkitasida bormi yo umuman yopilib qolganmi? Shunga qarab davolash taktikasi ham shunga qarab ketadi. Keyin organizmda AMG degan gormoni bo'ladi. Ayol kishini tug'ish qobiliyatini belgilab beradigan. Siz hozir endi 40 ga kirgan bo'lsangiz, o'zi tug'ishda aytiladi, 35 yoshgacha ayol kishi o'zi tug'ib olish kerak degan narsalar aytiladi. Demak, 40 yoshga bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi o'ringa hozir follikulyar bazani ko'ramiz, ikkinchi o'ringa AMG gormonini ko'ramiz. Keyin men tug'may qolgan ayollarga eng birinchi beradigan tavsiyam birinchi o'ringa bachadon naylarini ko'rish kerak, rentgen qilib ko'rish kerak bo'ladi. Bizda rentgen qilib qo'ying deyapti. Biz shunday boryapmiz, tekshiryapmiz, umuman ikki tomon chippa yopiq. Mana davolanishda keyingi holat bu. Tushunyapsiz? Keyin aytayapti-ki, deyapti, Fazliddin opa, men hamma bolamni o'zim tuqqanman-ku, nima uchun bunaqa bo'lib qolganman deb o'zi hayron qolyapti uni. Agar shunga rozi bo'lsangiz, hozir men sizni birinchi o'ringa bachadoningizni ko'raman, tuxumdonlaringizni ko'raman, follikulyar bazasini, uchinchi o'ringa AMG gormoniga jo'nataman. Bularning hammasi muammosiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ilojimiz yo'q, rentgen tekshiruvini o'tkazamiz. Ya, siz qo'rqmang, men sizga mutaxassis sifatida nima ekanligini aytyapman-ku sizda. Og'rimaydi. Biz o'zi birinchi o'ringa og'riq qoldiruvchilar qilamiz. Undan keyin stolga shunday chiqiladi. Chiqilgandan keyin o'sha dorisi bor, o'zini maxsus yuboriladigan dorisi bor. Bitta narsani men har doim ta'kidlab aytaman. U ikkita maqsadda bo'ladi u narsa. Birinchi maqsadimiz agar diagnostika, ya'ni yopiqlik bormi, yo'qmi, buni aniqlab beradi. Ikkinchi, buni eng zo'r foydali tarafi, agar o'shalarda tiqinlar bo'ladigan bo'lsa, buni o'zi borib ochib yuboradi.